Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Xudo xolasa bugun ro'parasi 30-may, demak haftaning juma kuni, juma ayom barchamizga muborak bo'lsin. Xudo xolasa, demak bugun ro'parasi 97-98 YouTube egalarini demak birgalikda aniqlab olamiz. O'yin tartibi oddiy, o'sha demak 200 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijozning telefon raqamini alohida mana shu qutichaga joylab boramiz. Haftada bir marta jumadan jumagacha juma kunlari ikkita baxtli raqamga demak ikkita maishiy texnikani topshiramiz. Bundan tashqari demak bizda dushanbadan shanbagacha demak o'yin ketyapti. Guruhni rivojlantirish uchun demak hamma birgalikda harakat qilib yuribdi. Xudo xolasa shanba kuni soat 22:00 da 3 ta g'olibni aniqlaymiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi g'oliblarni demak birinchi g'olibga demak ventilyator, ikkinchi o'ringa bitta choper, uchinchi o'ringa bitta hushtak choynagini biz xudo xolasa topshiramiz. Bundan tashqari Qurbon hayitida bizda juda bitta katta aksiya bo'lyapti. Shu kungacha demak 500 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijoz telefon raqamini alohida demak qutiga joylab boryapmiz. Qurbon hayiti kuni biz bitta baxtli raqamga bitta smart televizorni taqdim qilamiz xudo xolasa. Demak o'yin tartibi o'sha o'yinni boshlaymiz. Hammaga omad. Bu safar xarid qilib nomerni yozmaganlar iltimos keyingi kelishlaringda aytib qo'ysalaring, qo'shib yozib qo'yamiz xudo xolasa 200 ming va undan yuqori xarid qilganlar uchun. Demak, bugun ikkita nomer olamiz. Birinchisi hushtak choynak, ikkinchisi demak 2 litrlik termosda xudo xolasa topshiramiz. Bugungi baxtli raqam. Va 77lik 444 99 61 Said Muzaffar. 77lik 444 99 61 raqami. Hurmatli jamoadagilar, keyingi 98-yutuqni aniqlaymiz. Demak, 98-yutuqimiz 2 litrlik termos hisoblanadi. Birinchilarga ko'rsatib qo'ying. Xo'p. Taxminan 90lik 781 4408 Uktamboy deb qo'yishibdi. 90lik 781 4408 Uktamboy. Hurmatli jamoadagilar, demak Uktamboy akani bugungi yutuq bilan tabriklab qolamiz. Xudo xolasa keyingi hafta shu joyda uchrashguncha xayr, sog', salomat bo'ling.